Assalamu alaykum, hoş geldinler Gülüm Maqsad kanalıga. Bugünkü temam, yani Cumhuriyetçiler Partiyasininki doğruluk işlegen videolarımın keyin davamlıq ahiri bugünkü tema məxsus hayırlıq doğrusida sözlemekçi. Cumhuriyet Partiyası doğrusida birinci kıtım videolarımı çıkarıp boluplam. Anandan keyin bu partiya azaları bu partiyaga hech qanday munosabatsizlan bir temani o'tirg'i chiqarib to'xtamay meni xoin Xitoy ishlaydi deb tashviq qilish bak ig'irlab ketdi. Kundan kunga ig'irlashib ketadi. Endi oqshom qarab uni buni ko'rib o'ltirsam partiya a'zosi Mirzat darhollam meniki bu aşı burunqi aşı birinchi qatimliq chiqqan videoimniki Cumhuriyet Partiyasiniki chiqqan videoniki ostiga bir inkas yozib qo'yibdi. İnkaslarni nima ishga o'chirib deb. Men yo bir inkas o'chamisan bu yerda. Shuning bilan darhollam bildimda bu YouTube'da odatda inkas yozaversa bo'lib shu odatda inkasni yozgan chog'inglarda shu YouTube'niki o'zi deb turdi. Madaniyatlik, adablik so'zlarni ishlatib inkas yozaylik comment İngilizce xat chiqadi bu o'zingizga telefon qaysi tilda bo'lsa shu yaxshi inkas yozgan chog'da diqqat qilinglar deb chiqadi odatda. Meningki YouTube kanalimda inkaslar tamamen bo'ladi. Inkaslarni yozsanglar bo'ladi har qachon ochiq holatda. Endi PKJR degandek harflar bilan boshlangan bo'lsa, u spam holatda tutib kelindi unda kommentlarchu. Bu xuddilik emaillarda bir emaildan to'xtamay email qilaversa, spam email deb ayrim biriga qachilinib qoladi-ku, ashunga o'xshash. Ammo bu hech qanday bir inkasni o'chamasam, qo'p nima inkaslarni o'chiraysiz, qani demokratiya deb tashabbus qilyapsizlar deb boshlaqdaydi. Ha, u spam inkaslarning ichidagi u xonim asli Mirzat ekanda deb bildimda. O ana eliqi satkaplar bilan yozgan inkaslarni yozgan xonim Mirzat ekan asli. Partiya a'zosi. Partiya a'zolari bu partiyalarningki rahbari meni qartizimni kitib qo'yib hech qanday bir paranglashish imkoniyatim yo'q holatda sizlar nimaga unchalik o'tirdi sehrab ketdinglar uni bilmadim. O'zinglar aniq bilasizlar. Aqchan. Bu partiya to'g'riliq birinchi fikrimni ishlagan birinchi videom chiqqandan keyin tarafdan undaq yozyapman. Shuning bilan oqshom qarab o'tirsam bu boshqa bir narsa to'g'riliq u bir narsani ko'rib o'tirsam Mirzat inkas yozibdi. Men ta hozirgacha u partiya a'zosi Mirzat G'olib bilan hech qanday bir ig'iz paranglashim bo'lgan, o'zi davomliq o'ziniki bir narsalarda to'xtamay mening ismimni qo'shib, "Ey Kanadadagi YouTuber xonim, ey Kanadadagi YouTuber xonim, ma'noga ning deysiz" deb to'xtamay Xitoyning bir narsalarga mening ismimni qo'shib boshlab yozadi-da. Endi partiya to'g'riliq bir nimni yozsam, bu 6 oy bo'ldi to'xtab qolgan, undaq meni qo'shib bir narsa yozdiganlarga. Am to'yuqsizlan keyindan bu 6 oy partiya to'g'riliq birinchi videomni chiqarsamlam, inkaslarni nima ishga o'chirib deb. Shuni bildimda, YouTube'da og'zini buzib inkas yozayotgan xonim Mirzat ekan deb bildim. Shuning bilan darhollam meniki shu YouTube'da asli bugungi kunlikda shu inkaslar to'g'riliq so'zlamoqchi edim. Xoin temasini o'tirg'a chiqdim shuning bilan. Xoinlik to'g'risida so'zlaylik, bugungi asosliq temam shu. Meni xoin va Xitoy ishlaydi deb boshliq tashviq qilayotgan bo'lsanglar, o'zinglar ma'lani ko'rib bekinglar endi. Men sizlarga bir narsani ambahrlab mani ko'rsatay. Hammani ko'ringlar, anglanglar, men bir narsa demay, o'zinglar o'ylab yetinglar. Bu Yaponiyadagi bir konferensniki videosi ekan. O'sha Facebookdagi yozmalarda bir yerlarda uchratganman buni. Ko'rib boqaylik. Qo'llayotgan yaponliklardan iqtisodiy yordam elayotganini anladim. O'sha yig'inninki butun sponsorligini shu yaponliklar qilib beribdi. Yig'in zallari, yataqlari, Yapondagi gaplar. Unda bo'lgandan keyin sen bu İsmail Çingiz'ninki belirtilmez. Nima uchun bu yaponliklar ko'tarmaydi, boshqalarnikini ko'taradi. Sen hatta bu hukumatda emas,
Necmiddin'nin biletini götürüp Rabia Kadir'nin biletini ipemekçi bulsan, hatta hükümetin azası olmayan Necmiddin'nin şu şeye ve apırmen diye vaktinde bu hükümetin adım bulus demiş kapırsa. Desek o şığınlığı katlaşmaydı ama şu yüzden işimini kıpırdı yine. O fakat benim katıplığımını kıldı diye vaxtıda biz dedik onunla insanlık olsa. Bu hükümetin içinden sana katiplik kıldıran bir adam çıkmayı kılıp sen sırttan katiplikle adam ile vatamsa. Hükümetin tek azalığa parlamento kabul kılınmayan bir adamını sen kandaklaşılıp bundak bir boyun jığınlarının katipliğini kılırsa. Bu tek emdi 2017 yılı vatanda lagerlarda yetip bulup bu Necmiddin degan balında vatına. Lagerda yetip, lagerdan çıkıp bütün Uygur halkı hatta özünün ata-anası bilen, hatta özünün balacaksı bilen, xotun balacaksı bilen aloqalashmayotgan bir sharoitda vatandan chiqib Yevropaga yerlashgan bir adamni sen qanday qilib bunday muhim bir yig'inning kotibligi jugujutim ishi ishlatsan deganni so'ragan esimda bo'lsa. To'g'ri. So'nggi vaqtimizda bu qo'pib men uningga %100 ishonman, men u bolaga men kepillik qilaman deb javob berib turib oldi. Hatta keyin xolimisanlar Necmiddin bormisin dedi. Bay Necmiddin degan bolaning ismi chiqdi. Savzam bu to'g'riliq so'zlab berdim. Endi bu Necmiddin degan bola qandaqlarchiga bu Ahmadjonninki o'zininki katibi bo'lalaydi. Masalan, bu katibi bo'lish masalasini qandaq o'rgandi deganni men bu yerda deb o'tib ketishni to'g'ri ko'raman. Chunki bu Necmiddin degan bola biz bilan aloqalashishdan, sen bilan aloqalashishdan oldida men bilan Aykun degan bir qiz aloqalashdi. İsmi Aykun. O noati inqilobchi, o'sha vatanparvar bir mijozda shundoq bir iroda bilan men bilan tanishdi. Vay Umidka, ben sizinki şu Facebook'taki sözlerinizni anlap, videolarınızda görüp ben sizinle alakalaşını xaladım deb men bilan bu tor orqali munosabat qurgan. Albatta bu qizninki gap so'zlariga, so'z harakatlariga qarab bo'lib bo'lmas Salih Xudoyarning faoliyatini va inimiz Salih Xudoyarning faoliyatlarini qo'llaganligiga qarab albatta men bu qizga ait ishongan. Hurmatim, izzitim qo'zg'algan, nima degan vatanparvar yaxshi bir qarindishimizdir. Menda bu yerda xatolik o'tdi. Bu qizni men tavsiya qilib bu parlamentning to'rbetiga bizning WhatsApp gruppasiga kirishda bir xatolik o'tkazdim. Bu ixro qilganman. Bu Necmiddinninki Ahmadjonning uzundan beri Ahmadjonning kotibligini qilayotganligini bu Aykun degan qizdan tutdim men. Bu Aykun degan qiz menga degan vaqtida mening yo'ldoshim yizpiryotdi bu Ahmadjonning bütün dokladlarining hammani. Bu Ahmadjon Osman bu akimizningki yiziqchilikdimi toza nimasi yaxshi emas o'xshaydi. Shuning uchun meningki yo'ldoshim yizpiryotdi degandan keyin men savol so'rash boshladim. Bu yo'ldoshingiz kim bo'ldi? Yo'ldoshingiz kim o degandan keyin bu ayol menga dediki, mening yo'ldoshim vatandan chiqqaniga bir yilda bo'lgan, shuningga ismini oshkorlashni toza xolamaydi dedi. Bu yerda menda gumon paydo bo'lishga boshladi. Shu zamondan boshlab nima uchun degan chog'da vatandan bir yil bo'ldi chiqqani degan gap bir. Ikkinchidan vatandan chiqqaniga bir yil bo'lgan bola qandoqlarchiga Ahmadjonning shuncha ishonchisiga erishib Ahmadjonninki kotibligini qiladi va bir Ahmadjon o'zininki kotibligini qilsamaydi, lekin bu yerda Sharq Turkiston surgun hukumati raisi jumhurining kotibligini qilmoqda. Vatan chiqqaniga bir yil bo'lgan bola. Va ismini sosyal medyada oshkorlashni xohlamaydigan birisi, yüzünü cemaatning tonimaydigan, kimligini bilmaydigan birisi qandoqlarchiga Sharq Turkiston surgun hukumatidagi prezidentninki kotibligini qildi deganga oy boshlandi. Shuning bilan bizning o'rtamizda bu bolaga nisbatan hukumatga akirishga bo'lmaydiganligini oy birligi bilan biz qarshi chiqdik. Faqat va faqat Ahmadjon bu yerda biz bilan zidlashdi.
Mening o'tirib qo'yilgan savolim shu. Ahmadjon Najmiddin degan shu vatandan chiqinib, endi tek 1 yil bo'lgan, Yevropaga o'rlashgani, o'zining ismini, o'ziningki yuzini bir jamoat ko'rsatishdan qo'rqayotgan. Anlaşılan qarğançaqda bu men bilan paranlaşgan ayoli hozir ayol emasken, vatanda bir ayoli ballari varken, Kanadada bir ayoli ballari varken, endi bu yerda men xalqning shaxsiy oilasi ishiga aralashganim yo'q. Lekin ballarının ailesininki kimligi nama'lum bo'lgan, o'zining kimligi tek nama'lum bo'lgan, o'zini bir to'rbatlarga chiqarishdan qo'rqayotgan bir odam qandoqlarcha Ahmadjonninki katipligini qila oladi. Ha, yana bir savol deyman degan chog'da Ahmadjon biz bilishimizcha Ahmadjon siyosatga atılishdan burun bizning xalqimiz Ahmadjonni shoir deb bildi. Hali hamma bizim ko'pincha xalq Ahmadjonni shoir deb bildi. Ham bir shoirning o'zining nutqini biz bir adabiyot o'qimagan biz bir shoir emas. Biz chig'imizda o'zimizningki bayonotini, nutqini o'zimiz yoza olamiz. Ama reisi cumhur bo'lgan birisi, bir shoir bo'lgan birisi o'zining nutqini o'zi yoza olmay, vatandan chiqqanida endi 1 yil bo'lgan bir noma'lum birisiga shu nutqini yozdiradigan darajada bu qanday bir hükümetsizlik, bu qanday bir siyasi idraksizlik o'tirki masala bu. Ahmadjonninki bizning hukumatga akirman degan bari yo'q bir inson bor, u bo'lsa Najmiddin hukumatni men kuchlantirma desam, parlamentda menga qarshi chiqdi degan odam sanarliq shu bir kishi. Qurgan vaqtda bizning istihbaratimiz bor. Biz özümüzün asas zihnini, asas artışçılığını istihbaratta da qaraymiz. Hem istihbarat mesele eğer devamlı değilsek istihbarat o Yaponiyadagi bayonlarla Yaponiyadagi mazmundan o'zinglar bildinglar aqcham. Sizlarni anglab, sizlar o'zinglar o'ylab yetmanglar, mening emas, boshqalarninki mana shunday gumoni qatorliqlar shunday to'rlarda shu yozmalar bilan aylanib yurgan. Endi buni ko'rib bo'lgandan keyin Najmiddinninki o'zininki hidoylar ekranda degan gaplarini anglaylik. Bakalım bu için bunu demeyimiz, umumen bizden en küçük istihbarat boşluğumuz var. Hem Uygur teşkilatları hazır bakmadan, hazırlıkça kolu keltirip bakmadan neticeden kol keltirip qarayman. İstihbarat qo'shinimiz bor. Bu istihbarat nega ishlaydi? Uyg'urlarning ichidagi istihbarat bu hamda. Har qaysi partiya a'zolarining ichida yushirin partiya a'zosi, partiya a'zolarini boshqa tashkilotlarga kirgizib, shularningki shu ish faoliyat harakatlarini, shu sistema keyingi qiladigan planlarini degandeklar hammasini bilib turadigan mana shunday istihbarati. Ya'ni Uyg'urlarning ichidagi istihbarati. Bu qanday desa shu Xitoyninki maqsadi bilan o'xshash. Xitoyninki maqsadi qanday desa shu hamma tashkilotlarniki qilayotgan ishlarini bilib tursam deydi. Hamma tashkilotlarning ichiga bir odamlarni kirgizib, amaliyoti bor. Xoin hammamizning oramizda bor. Endi uni ma gaplarniki o'zidan bir anglaylik, andan keyin o'ylanaylik. O'zining degan gaplarga qarab yoqinglar. Bu jihatda bizning istihbaratımızın bağlılığa ve bundan keyin istihbaratımız devamlı küçülganlık serdaşlarını umid qilaman. Bizning bundan keyin partiyaning asosiy chiqimi istihbaratni kuchaytirib nima ish qilmoqchi? Uyg'urning ichiga istihbarat qilib. İstihbarat bilan tur to'qtish, ya'ni ijtimoiy xizmat bilan da'vo qismi bilan kurash qismiga o'xshash diqqat berganimizni qarindoshlarimizning sababi sanmayman. Men Uyg'urlarning bu ham bir tashkilotiga bizning bir necha a'zoni kirgizdim. Men kimning ishi bu? Öz og'zi bilan e'tirof qilyotdi boshqa tashkilotlarga odamlarni kirgizyapmiz deb. Xitoyning qilayotgan ishi bilan o'xshash. Xitoy mana shunday qarqaysi tashkilotlarga odam kirgizdi. Hamma yerlarda Turkiyaga kelayotgan odamlar bor, Malayziyada bor, aniq uchurlar kelgan, isbotlari bilan kelgan uchurlar bor. Ularning keyingi temalarda bir kun chiqadi, ularni boshqa qaysi yerlarda nimalar qilyotdi, qandaqlar bo'lindi degandek gaplar. Hozir faqat anglagan gaplar. Endi ma'vo hozir sizlarga ko'z tutganlarim amaliyat hammasi yerda bor gaplar. Bayqisi Yaponiyadagi konferensiyaning ichida bo'lingan gaplar. Endi ma'vo hidoylar ekraniga chiqib o'zining istihbaratda qilayotgan ishlarini so'zlab o'tdi. Endi yana bir gapga qaraylik. Bu orqali tashkilotning qurulmasini yaxshilashga
tashkilotni partiya Təşkilatның ümumi qurulmasını yaxşılashqa, siz yaxşılab bəmsiniz, təşkilatlar özləri yaxşılayamamdikən? ko'tarishga Təşkilatni partiya dərəcəsiga kötürüşkə deydi. Am bu qandaq gap amdi? Partiyaniki dərəcələri, təşkilatniki dərəcələri boldu ikəndə, əmdə şunaqmı? Am bir təşkilat degan partiya dərəcəlik təşkilat, təşkilat dərəcəlik təşkilat degan gapmı? Am təşkilatni partiyaga o'zgart degan gap nim boldi edi. Bunun oldingi nimalardan bir mulohaza qilib so'zlab o'tdim. Bo'lsa birinchi, ikkinchi qatimliq videomni anglab beqinglar, anandaki ma videomni anglab beqinglar. Bu nim qilmoqchi, nim demoqchi? bularning nizomnomasi qatorida ba'zi masalalarni boshqa tashkilotlar bilan birlashtirish qulaylik bir shaklda taraf qildirayli. Kelgusida bu siyosiy aktivlar bilan birlashishga uchun bir yo'l ochayli. Bular ham shu asosda bir sinib kelganda singish bor uchun uni ko'rdim. Amaliyot nima bo'ldi desangiz, kirib aplikasiya bu ijtimoiy qaynab ketdi. Bu qattiq ma'lumot kelyapganda meni mustaqil vatanga Xitoyga kirgizgan bo'lsam, mayli men 2 yillikqa Uyg'ur 2 yillik asosdan bu siyosat degan praksiz payt pasdan keyin seni samimiyat yana yo'qkan men qarab turib Uyg'ur 2 yillik qilamdim men bunday siz qishlargiz qilmayman sen men nazarimdan chiqib ketdim bu yolg'on ekan samimiyating yo'qkan sening men 2 yillik ko'tarib sendan yomonlab tashlayotgan bo'ldi. Yaxshi tamam dedim. Siyosat men oldin qatim deb o'tdim. Vaqt kelsa men bularni buyurishim kerak boshqa. Yo'q, vaqt kelgan chaqda bulonchilik qilishkim buyruq olish kerak. Bulonchilik. Oldingi videomdagi oxiri so'zlaydigan yerim yaxshi chiqmay qoldi, to'g'ri texnik sabablar tufaylidan. Bulonchilik haqidagi videoda ayrim masalaga shu o'zininki shu voqea to'g'risidagi yozgan yozmalari va inkoslar anandaki amaliyotdagi shu har qaysi xabar medialarda, ya'ni Gollandiya taratqullaridagi xabarlarda va Belgiya taratqullaridagi xabarlarda o'shaniki deyilgan gaplar bilan men Najmiddinki degan gaplarni uni nima qilib men ayrim bir video ishlay. Men ekranda, ya'ni shu bulonchilik voqeasi bilan hech qancha ilq o'tirda ancha jiq farq yo'q. Endi jiq vaqt yo'q. Mushu deyilgan gaplarni bulonchilik voqeasiniki o'tirsida o'xshash qanchalik vaqt farqlandi men diqqat qilmoqman bu programniki aniq ishlangan vaqtiga chiqib ancha taraflanib ketmaydi. Kishilarning bulonchiligi bo'yray olsak, bulonchilik qilgan darajada shunday tashkillaymiz deyapti. Vaqt kelsa partiya o'tirasi meni o'tib ketish kerak hatta. Bizim g'oyamiz vatanni mustaqil qilish, unda bu go'zal axloq, go'zal pozitsiya, sinf kuch yaxshi o'qituvsiz bashta bo'lish, uchliklar boshqa tutdan bo'lmaydi bu ishda. Maya turib tursin. Ma'u partiya to'g'riliq bo'yicha anda naq maydon shunday suhbat qilganda odam o'zigidan bilib bilmay og'zidan chiqib ketadigan bir gaplar bor. Ya bağlanışlıq bo'lishi mumkin, ya bo'lmasa shunday udul kep qolgan bo'lishi mumkin. Uni bir narsa demaymiz. Men faqat sizlarniki o'zinglarniki o'ylashiga qoldirdim bularni. Oldingi Yaponiyadagi konferensniki gaplarini men o'zinglar anglanglar. Ammo bu nimada pedaylar ekranda degan o'ziniki degan gaplarini ilgari bir qatim anglagan narsani biz ikkinchi qatim, uchinchi qatim anglagan vaqtlarda yangi bir xil narsani his qilishimiz mumkin. Shunga o'xshash men bu Manga o'tilgan siyosiy darsliklarning ichida menga shunday og'zidan chiqib ketgan bir qism gaplar bor ekan. U 4 soatlik dars bo'lganligidan uning ichidan men bugun oqshomdan o'rlashtirgan live bo'lganligidan 4 soatning ichidan izlab topamdim. Men kela qatimliq live stream chiqib mashina deb qo'yay. Ashniki o'ziniki degan gaplar nima desa, men o'zimniki bu yerdagi qilgan ishlarim, undan ilgari shu dunyo qurultayiniki nimaga yordamlashgan ishlarim degandeklarni to'g'risida bir ko'rman tapagandim-da. Bu shunday qahninki hamma narsani bilib boqadi, shu ishni bilsam deydi endi. Nima deymiz ilqi? Hamma nimadan xabardor bo'lsam-kan deb boshlaydi-da. Bu qatimki men hujumni boshlaganlikningki temasi nima? Partiyaga munosabatsiz u yerdagi temasi. Ya'ni shu 2 yilning oldidagi Turkiyaga borgandiki, Turkiya safarim to'g'riliq degandek, oshi gapni o'tirib chiqib rosa buni xoin desa, xoin deb tashviq qilib turibdi. Unda sizlar unda asos unda tashviq qilgan bo'lsanglar, men mana mushunday gaplar bor ekan deb mushunday tashviq qilayman. Buni bu yerga bularni hammasini o'tirib chiqarishim bu mening gaplarim emas, hamma boshqalarniki gaplari, boshqa tashkilotlarniki a'zolariniki deyilgan gaplari. O'ziniki fidoilar ekraniga chiqib deyilgan gaplari. Menga deyilgan bir gapida qanday deb desa, shu men tizimlash qatnashgan ishlarimdan keyin shu bir qatimliq shunday birinchi qatim shunaqa kishilarniki menga hujumni shu chog'da shu Xitoy ishlaydi degan bir qarashni
bir qism kishilar o'tirg'i chiqib ashnaq degan gapni men shu chog'da Najmiddinga degan. Shuni bahona qilib, shuni o'tirg'i chiqib turib, bir to'p odamlarni Facebookka, partiyaniki a'zolari, shu Mirsal qatorliqlar shu o'tirib ashna chiqib, astaga rosa inkas sezishib, mena shu Xitoy ishlaydigan deb o'sha xatim qiladi hozir. O'zinglarniki qilayotgan ishlarini ko'rib beqinglar hozir. Ammo degan gaplarning ichida shu gaplarni men deb bergan vaqtimda men degan desa, voy bu ishimiz chatoqmi demansa, ham ikkimiz birlashib ish qilsak, siz partiyaniki bayonotchisi bo'lsangiz, bu partiyani bunday kuchlantirsak, haqlar har ikkimizni bir narsa deb ketgidek bo'lsa, bularniki birsi Turkiyaga berib tizimlashib qatnashgan bunda Xitoyga ishlaydigan, meni maxsus Turkiyani maxsus turmada tarbiyalab chiqqan degan gapni o'z og'zi bilan shu menga siyosiy o'rganishda 4 soatlik darsida ashaq gap og'zidan chiqib ketibdi ekan to'q. Ammo chaqchaq qilib aralashtirib degan gaplarmi o'ziniki maxsus turmada tarbiyalanib chiqqanligini men ikkinchi qatam olgan chog'da darhol bizniki bir qahramon inimiz bor, ismi Yusufjon, Istanbulda. Istanbulda muqayyada ish qilib Turkiyada. Ashniki vatandan chiqib, ana Xitoyninki josusi Yusufjon. Ashu Xitoyniki Afg'onistondagi Uyg'urlarninki sharq faoliyatlarini nim qilmoqchi, josuslik qilmoqchi bo'lib Xitoyning maxsus evatilgan maxsus xodimi. U Turkiyaga borgandan keyin shundoq ich qaynab, shu butun dunyoga o'ziniki Xitoydan Xitoy turmusida yetib maxsus tarbiyalanib sirtqa josuslikqa chiqqanligini dunyoga oshkorlagan, birinchi bo'lib oshkorlagan qahramonimiz shu. Ashininki videosini bir ko'raylik. Bu Najmiddinninki men degan u Xitoy tarbiyalab chiqqan degan o'ziniki o'z og'zidan chiqqan u gap bilan tuyuqsizlam. Ma bu nima bu yodimga keldi, Yusufjonninki shu mediada degan gaplari. Who says he's a Chinese spy. He claims the information he's gathered has sent people, including his own family and neighbors, to the camps. 弄情报的时候特别伤心，不是这刚不说了，特难受的，就像针扎的那种感觉。因为第一，我姐姐的老公还有3个孩子，我爸爸。Yusuf tells us he originally agreed to spy to protect his family and to be treated less harshly as a Uyghur. 连吃。 Xitoy tarafidan shunday sirtqi davlatlarga chiqib o'sha evatilgan shunday josuslar haqiqiy vijdoninglar qaynagan bo'lsa, ma Yusufjondek o'nlardan dasturib qo'rqmay bunday so'zlay olsanglar bo'ladi. Buni ilgari Al Jazeera'ningki nimasidan aqchan o'zinglar ko'rdinglar. To'liq hikoyasini boshda qanday bo'lgan, o'ziniki nima uchun josuslik qilishga ma'qul deganligi, turmadan chiqqanligi, turmadan chiqib evatilgan joylari, Turkiyaga berib, o'ziniki o'sha muxbirga so'zgan so'zlarini. Bu videoning ismi Al Jazeera'ningki Nowhere to Call Home. İşyani uyda patyamaymiz deymiz var mı? Nimda tercüm kılımız. Muşuninki içindeki bir kısım nimelerni men özüm tercüm kılgan Al Jazeera'ga tercümalık. Muşu videoniki tercümalıkka men qatnaşkan. Bunun da nima deysanglar şu ilqi Gulbaradimiz bilan bu to'g'riliq keyin so'zlay. Bu yerda shu tilga ilib o'tkiz tilga olmoqchi bo'lgan nima shu Yusufjonniki qilgan ish bilan o men degan ovozliq uchirdiki, bu ikkimiz birlashib bir ish qilsak haq texnikani tanlab ketamdi nima? Birimiz turmada maxsus tarbiyalanib chiqqan, birimiz Turkiyaga evatilgan degandek gapni o'sha o'z og'zida shu mendan ko'lab boqqan ekanda, o'sha bilsam hozir o'ylab boqsam. Ham bir narsani shunda birinchi qatim his qilsanglar, ikkinchi qatim his qildikansizlar, ikkinchi qatim o'qib, uchinchi qatim yana olsanglar, yana nurg'un yangi bir narsalarni his qila oladigansizlar. Shunlashqa mayli partiya a'zolari bo'lsin, yoki partiyaga kirmoqchi bo'lganlar bo'lsin, meningki burunqi videolarimni bir qo'l boshdan oxir bir ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Endi partiyaga kirib bo'lgan bolalarniki bularniki ideyasini butunlay shunaqayligi Najmiddinninki kallasi bilan nima bo'lgani bularga ba'zilariga amal yo'q desakmi bo'ladi. Amal yo'q darajadagidan hatto og'zini tulaydigan. Mana hozirlamaydi bir sezib qo'yibdi, mana aslida o'zing xoin deb.
Kim bu? Coffee cappuccino. To'xtamay hain deb tashib qo'ymini. Ama bu yerda hain deb mushundaq gaplar bor, mushundaq bog'lanishlar bor. O'zinglar anlanglar, o'zinglar o'ynanglar deb o'tirib chiqdim. Sen o'tirib chiqading. Sizlar meni unda nim deb o'ylagan bo'lsanglar. Ama shu bir qism partiya a'zolariga shunday amal yo'q. Hech nima yo'qlam. Aqara so'zlar bilan o'tirib chiqib, ko'ngil kiyib, yolg'ichiga urishayotganinglarmi u mening bilan? Men ayol kishi jumum. Er kishilarga sizlarga punchisi mayda. Shunday shundoqda deb o'ylayman, ayol kishimi yo'q bu. Sizlar o'zim xayin degan. Coffee cappuccino. Qaychi gap bu? Coffee cappuccino. Vatanda ashundoq qilqi şaxıltıb setişdə menga sujulub ketganlar ashunaqchu. Ularniki baş şaxıltıb satqıçlarniki hamniki üstüdeki beşideki ashunaq pulni ilib qochib ketdi-da. Ashundoq voy pulni ilib qochib ketdi. Necha yildan keyin vatanga berib yana ushib qoldim. Shu to'g'riliq parangga chiqib qolgan chog'da yana oshi chog'da o lobalar pulni ilib qochib ketmagan bo'lsa biz bu chaqcha millioner bo'lib ketdik deb ashunaq dedik. Ta hozirgacha ashunaq o'zining ashunaq ishini deganda bu partiya a'zolariniki ba'zilari mana shunchalik darajada kallasi hamda shu vatan bir kun ozod bo'ladi deganga bizmi ishonamiz hamda lekin bunchalik yilqi qora so'zlarni qo'shib boshqalarga bunday hujum qilmay bir ilmiy bir fikri yozinglar, fikringlarni yozinglar, sizlarni tashviq qilinglar. Amma o'zimniki Facebookim bor ekan, YouTube kanalim bor ekan, men tashviqlay. Chiqib o'zinglarnikini o'zinglar tashviq qilinglar. Agar navoda kerak o'zinglarniki gaplari, o'zinglarniki qilgan ishlari shunchalik to'g'ri bo'lsa, bir ayol kishining o'tirib chiqib so'zlab qo'yg'aniga birning bo'lib ketmaydi sizlarning partiyanglar. O men bir narsa qo'yg'anga partiya bir narsa bo'lib ketgan bo'lsa, u nimda ojiz partiya bu sizlarniki. Bir ayol kishiniki chiqib o'tirib chiqib so'zlashiga chidab turolmaydigan. Chiqib so'zlanglar, sizlarning tashviqotinglarni qilinglar, men o'zimning tashviqotimni qilaveray. Aşağı qilib bu o'zaro bog'lanishib bir narsalar asosan deydiganlarimni tugatib bo'ldim. Sizlarga ko'rsatgan nimalarimni, videolarimni shu videoni ko'rsatmoqchi edim. Andan keyin o'zimniki bu ovozliq nimki ichida men ikkinchi qatim olgan chog'da qancha minut qo'ydi, 30 soatniki ichida men vaqtim yo'qlam u degan gapni topamadim. Keyingi videolarniki ichida, keyingi qatamliq videolarimning ichida anglay shuni tayyorlab qo'yay. Sizlar bundaq ilqi g'oyiparastlikning ichida bundaq necha yillargacha qarang bo'lib yuradiganqa bir amaliy ish qilib, amaliy faoliyat qilishga chaqirib men bu videolarni ishlab nim qilasam sizlar u yerda u haqorat qiladigan, ota-onamni qo'shib tillaydigan o inkaslar to'g'riliq so'zlaydigan u ayrim videolarımda olan so'zlay Abduvali ma'lumniki shunday qilqi bizdagi tillash san'ati mash qilib aramizga shunday qilqi nima gaplar to'g'riliq chiqayotgan gaplar to'g'riliq yozgan shunday yaxshi bir ilmiy maqolasi bor. Shuni nim qilg'ash kerak xatimliq videolarimda ham davomli so'zlay. Bu sizlarniki qilayotganinglar hozir mushtabda 1500 dak bo'ldik deb boshaq debdi. Har qaysi to'plarda, ya'ni a'zo to'playotgan to'plarda o'ziniki siyosiy o'rganishlarida shunday. O siyosiy o'rganish jarayonlarida Najmiddinninki gapini anglasanglar shu Najmiddinga o'xshash bo'lib ketsizlar shu. O'ylaydiganlar shunga o'xshash bo'ladi. U sizlarniki agishinglarga arzimaydigan odam, mayli turmush qurish jihati bo'lsin, o'ziniki shaxsiy turmushi bo'lsin, mayli u boshqa butun Turkiyadagi Hidoyatullo O'g'uzxon hojim, oydimi kim u Ali Akbar hojim, u Yaponiyadagi u kishilar, har qaysi tashkilotlar hammasini o'xshash shunday qahninki qilgan ishini yaratmaydiganlar shunday bo'lib yetishib chiqsalar o'zinglar bilib bilmay shu taraf ketib qoldinglar hozir aniq. Kelar qatimliq videolarimda men so'zlayman shuni birdan o'tirib chiqaman. Bu yomon tarafga unda ziyonliq bo'ladigan ish bo'lsa bir kim chiqib o'tirib chiqib so'zlash kerak. Mening keynimdan bir ikkisi chiqmasa mayli, men o'zim to'g'ri deb qaragan ishimni qilaman. O'zim to'g'ri deb bilgan ishimni o'tirib chiqish tegishli shunday gaplarni hammasini o'tirib chiqaraman shunday. Mushu gaplarimni anglayotgan bo'lsam, Najmiddin partiya a'zolaringizni, o'zingizning a'zolarini boshqarib qo'ying. O tuzuk yozsin fikrini.
Meni hain deb tashviq qilgan bo'lsa, men hainligingizni tashviq qilmam shundoq. Isbot bo'lmasa shundoq gumonliq nuqtalar ekan deb ko'pchilikni o'ynashga chaqirtaman. Mening shaxsiyatimga hujum qilgan bo'lsa, men sizningki shaxsiyatingizdan chiqib beraman. Boshqaring odamlaringizni. Hamma odamni hain deydigan men bu to'g'riliqma men Mirodil Hasan to'g'riliq ishlagan bir videomda dedim. Biz shundoq bizniki Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur oilasini cho'ng bir oila deb olsak, bir-birimizga ishonmaslik, shundoq dast ketadi bir oilaga. Hozir biz shundoq hammamiz shundoq hain deyapmiz bir-birimizni deb. Bu hainlik degan shundoq bir cho'ng gunoh. Bu to'g'riliq bir nima so'zlab beray bir O'zbeklarniki diniy hikoyalarini nim qilgan bir nimasi bor. Diniy tarbiya ahamiyatga egachu. Shundoq bir shundoq gunohli ish qiladigan bir odam bor ekanda, tog'itni bulonchilik qilib, odam o'ldirib, shunaqa narsa keraklarni bulab, xotin qizlarni bulab degandek askish bo'lsalar hammasini qiladi ekan. Shundoq bulonchilik qilayotgan chog'da bu odam bir shu islomni tashviq qiladigan shundoq bir gaplari fasohatlik bir odam uchrab qoldi-da, shu odamni bulayman, o'ldirman deb bo'lgan chog'da sen Allohdan qo'rqmamsan, Allohdan gunohlaringni tilsang, Alloh hamma tövbe qiluvchilarni qabul qiladi deb o'shaq deydi ekanda. O'shaq desa bu bulonchininki, u qaroqchininki shundoq dili erib ketadi ekanda, Xudoning ko'ngliga bir iymon soldimi, shundoq shu gapniki odamniki gaplarini anglab so'raydi ekan, seniki u Allohing meni kechiramdi. Men bachchiq eski ishlarni qilib ketdim, nurg'un odamlarniki qiynoqqa kirdim, o'ldirdim, buludim, o'shaq ishlarni qildim deb o'shaq desa, eliq odam uni tarbiya qiladi ekan. Tarbiya qilib, sen yaxshi ish qilgin. Allah seni cho'qim tövbe qiladi, tövbe qilganiki tövbesini cho'qim qabul qiladi deb o'shaq deydi ekan. Uningga men bir nima ko'rsatsam, meningki tövbemni qabul qilganlik, o'sha nimasini bir shabsini men bir bildirsang deb o'shaq desa, u odam ayga bir daraxtninki ko'chitini tikidi ekan. Navoda sen hozirdan boshlab yaxshi qilib, to'xtamay yaxshi qilib tövbe qilsang, Alloh tövbangni qabul qilgan chog'da shu daraxt ko'klaydi deydi ekan. Aşağı dese şunun bilan o rasmiy qaytadan odam bo'ladi ekan. O'sha bulonchilik, qaroqchilik qilgan taboriga shunaq bir saroy soldirdi ekan, yo'lovchilarniki qo'siqini to'yg'izdi ekan, o'sha safardagilarga suv berdi ekan deganda kunda shundoq Allohdan tövbe qilib, Allohdan gunohlarini mag'firat qilishini nim qildi ekanda. Lekin u daraxt yo ko'klay demaydi ekan. O'sha necha shundoq yaxshi ishlarni qilib biqibdi, u daraxtlar ko'klagandekmi emasmi, shundoq shukurlar o'zi bu balki menda cho'ng jihatdan hikoyamniki sal o'tirdagi detallar o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin deganlarim asosan shu mazmunda. O'sha qilib shundoq yaxshi ishlarni qilaversa-mu, yiliqi daraxt ko'klamaydi ekanda. O'sha qilib bir kuni mumkin otliq ketib qolgan odamning oldini to'sibdi. Voy, yo'lovchi to'xtam, men senga ish bo'lmadi, bir piyola suv beray desa, yo'limni to'sma, meniki ishim jiddiy deb o'sha desa, bir usullig'ini ichib o'tmamsa, to'xtam, meniki mushaq Allohning tövbesi uchun, Allohningki tövbamni qabul qilish uchun yaxshi qilayotgandim. Sen bugun mayatni o'tib qolding, men sen bo'lsin o'sha bir talmo odamniki nimasini yaxshilikni o'tkazmaslik uchun bir qacha suv bo'lsin bera olay desa, eliq odam qamchisi bilan urdi ekan buni. Urib, yo'q, niyat turdayman, meni yo'limni nim qilma deb uni bir qamchi solgandan keyin bu necha vaqtdan beri odam o'ldirmagan, yaxshi ish qilayotgan bu odam shundoq ochiq gap ketib, otning ustini eliq odamni tushib bo'g'izlaydi ekan. O'ltirib ekan, o'ltirib Xudo, men yana odam o'ldirib qoldim, qana qilaman deb yana tövbe qilib, eliq odamning usti beshini aqtirsa, u dal o'ziniki, vatanninki, o'sha chertiyojlari qancha odam bor, qayerda qancha odam posturdi degandek, o'sha bir davlatninki eliq bexatarligiga oid mazmunlarni bor, shunaqa bir parcha xat chiqdi ekanda, yenidan asli bu vatan xoin ekanda deb bilsa, qarasa eliq daraxt sho'min ko'klab ketgan. Ko'klab ketgandan keyin u odam put-qo'llarida jon qolmay shada shundoq Allohga sajda qilgan. Ey Alloh, vatan xoinninki bunchalik darajada og'ir gunoh ekanligini men hozir bildim. Shuncha yillardan beri men gunohlarimni mag'firat qilish uchun shundoq jiq yaxshilik qilsam bu daraxt ko'klimidi, bir vatan xoinni o'ldirib solsam, bu daraxtim ko'klab ketdi deb o'shaq degan ekan. Xoin deganlik shundoq bir og'ir gunohda
Bizniki Uyg'urlarniki og'zidagi xoin shunday yenik. Hammasini xoin deydi. Ayol kishining xoin deydi, er kishining xoin deydi. O'zining yeniga yaqin kelgan bo'lsa, o'ziniki fikriga yaqin kelgan bo'lsa, xoin deydi. Taha Turkiyada bir necha ayollar bor ekan, u qizlar shunday turmush qiyinchiligi sabablik, shunday qilqi maxsus shu mollalar bor ekanda, ular maxsus nikoh o'qiydigan. Shunday bir savdolar bor ekan, u to'g'ri keyin programmalar chiqadi, men shunday Uyg'ur jamoati ichidagi ishlarni o'tirg'a chiqman deb so'zlayotgan odam bo'lgandan keyin, u to'g'ri bir kim bir fursatlar keladi, u chaqdimi shu paketlik, ashunday bir narsani to'plagan vaqtimda uni maxsus bir program qilib ishlayman. Shunday ojiz ayollarniki amalsiz mengib qolgan yo'lidagi shunday Acım qarımlarniki aşnaq nikahini o'qib, aşnaq necha nikoh bo'lib, shu qizlarni xoin deb tillaydi ekan. Endi ayol kishini bir ish qilibdi deb xoin demdi. Boshqa hech qanday millatda, hech qanday davlatda yo'q unaqa ish. Bizning odamlar shunday deydi. Ammo bir bechora bir uy makonsiz Murodil Hasanni Xitoyga ishlaydi deb haqorat qilib hozir yo'q mana. Murodil to'g'riliq gap qilsam, bir ayolarim yiliqi qarab turib biz xalqni o'limiga qarab turib ham ishtirayotgandek ham bo'ldik-da. Ko'pchilikning bu videoniki oxiriga shu linkni o'ng tarafga, sol tarafga birga chiqarib qo'yay. Shu Murodil Hasan to'g'riliq ishlagan bir maxsus program undimi, hozirgi shunday xoinlik to'g'risida nimishki bir-birimizni shunday ishonmaymiz, nimishki xoin deymiz degandek gaplarni qilgan bir videom bor. Shuni ko'rib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Bugungi videomni mushincha islam so'zlay, kelar qadamliq videolarimda yana davomli boshqa mazmunlarda, Kanada to'g'riliq mazmunlar, partiya to'g'riliq mazmunlar yana davomli chiqadi. Chunki nimadiz bu partiyaniki a'zolariniki hujumi to'xtamayotdi. Men boyaqiy gapimni takrorlab qo'yay. Najmiddin Sherif a'zolaringizga ega bo'ling, gap qilsa, gap qilsin, tamoman gap qilsin, bo'laverdi. Fikrini yozsin. Bo'pti, tashviq qilsin. Endi birsi ko'p chiqib so'zlaganga, unda itlarni qo'yib berganga o'xshash, taloqqa qo'yib berganga o'xshash, og'zini buzdirib unda tilatqizib, mushi ashlarniki hammasini kelganda birsi bor. Bu Majnun Sherif o'zi meni partizimniki kirgizib, hech qanday menga gap unda o'tirdi gap qilish fursati yo'q. Nimaga meniki bir narsalarni men hozirgacha uniki bir narsalarga, Mirzotniki bir narsalarga inkosni yozib boqmadim. Nima bir yerimni ko'chalab boqqan gapmi? Ko'chalagan bo'lsam, meniki Facebook'imga kirib, mana inkos yozgan bo'lsam, meni ko'ra yana chiqarib beraman taxi. Aniq tanitib qo'yay sizlarga qandaqligini. Bu butun dunyodagi Uyg'urlar dunyoning hamma yerida bor. Hamma yerda to'g'riliq partiyaga yaqin kelgan, partiyaga qatnashmagan odamniki hammasini bir narsaga yana birdan chiqib ko'rsatib qo'yman sizlarga mana shunday qilishdoq. Og'zini buzib tillaydigan bo'lsanglar. Chiqadi taxaldonlarda. Oxirgi gapim shu. Bir partiyaniki rahbari bo'lgandan keyin, qo'l ostingizdagi odamlarga rahbardek bir gap ish qilg'izing. Dedim-ku, xoin deb tashviq qilgan bo'lsam, hammasini xoin deb gumonliq taraflarni hammasini o'tirib chiqib haqni o'sha o'ylashib beqishga chaqiraman. Shaxsiyatimga hujum qilgan bo'lsam, shaxsiyatingga bor. Unaqa navbat keladi taxi. O'zing dedim-ku, siyosat degan shunday narsa ekan, shunday siyosiy narsa ekan, sat narsa ekan. Hammani o'tirib chiqaman. Ashunday davomlashtirib bo'lsanglar. Bu yaxshi emas, u butun odamlarniki pulliqmi eng vatanparvar, vatan sevgisi urg'ib tashib turadigan ashunday odamlarniki ideyasini kontrol qilish, harakatini kontrol qilish, bir buyruq bilan unda qilish, bunda qilish, xalqni unim deydi, bunim deydi deb so'rab. Shodamonmi deganda shu, Odilla Apribli deganda meniki gaplarimni, meniki keng qadamliq ishlamoqchi bo'lgan programmani Aşın keyingi qatimni bildiganda bu ma so'zlashdan ilgari tavsiya stayli deb o'tirg'a chiqib, nada u 2 yil burungi gapni o'tirib, zongda chiqiblar, rosa tilishib bu yerda. Uyg'ur erlarining holini o'zinglar ko'ringlar ashada. Sat gaplarini. Bu Xitoy tilisi odatda bir opsig'icha tilapni to'xtab qolgan nima silo deb qo'ydi eng bo'lgan taqdirda. Onasini, dadasini 70 yosh pushtig'ichilik bir narsa. Ohoy! Bir odamniki shundan birsin bir narsa desanglar, shuni bir narsa danglar. Fikringlarni yozinglar.
Təşviq qılınlar. Benim YouTube kanalım var, Facebook'um var. Başka Twitter'da koy maksız Xitay'a karşı toxtamay, Xitay'a karşılamlayım kılma. Bu partiyenin ki herkes o Xitay'a karşı emas, faaliyetlerinin ki. Uygur'un içindilam. Uygur hücum kılsa, Uygurlarning aş oturdu tılaydan gaplarını kıldı qalam şu partiya azalar eken. Bütün hemen saçna qarab baxsam aşna maxsus ağzını buzup tılaydı qala partiya azalarının içinden çıktı eken. Muşundaq aşındaq adamniki kendinden aştaq agishib ketiverib aşna o'qish qilib bütün boshqa o'zimizga dushman qo'zg'atimiz mushtaqda. Xitoyninki mu aşniki o'qish ishni josuslarni kirgizib Uyg'urga josuslik qilib Axir gaplarimni deb qoldim bugungi tema mushunchalikdan maxsus birla temada so'zlagandan keyin boshqa gaplarni qo'shmay keyingi programmalarim davomli chiqadi. Mazmunlar qiziqsanglar, ko'rish jarayonida hozir mushtabda 42-44 tonlab ekansizlar. Üstüge olamdı, ya astık olamdı, inkaslarını yazıp, hem baharlap qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi qadimli programlarda ko'rishaylik. Xayr, xushomad bo'linglar.